Assalomu alaykum. Ushbu qo'llanma orqali birjada trader sifatida ro'yxatdan o'tish va test sinovlarini topshirish jarayonlari bilan tanishishingiz mumkin. Birinchi, platformada ro'yxatdan o'tish. Birja savdolarida ishtirok etish uchun birja.uz platformasida ro'yxatdan o'tish zarur. Bosh sahifada kirish bo'limida birja savdolarini tanlang va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Foydalanuvchi turi sifatida traderni tanlang. Jismoniy shaxs elektron raqamli imzo kalitini tanlang va quyidagi qo'shimcha maydonlarni to'ldiring. Telefon raqam, parolni tasdiqlash. So'ng offerta bilan tanishib chiqing va uni qabul qilishni tasdiqlang. Barcha ma'lumotlarni to'ldirib, offertani qabul qilgandan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Bosh sahifaga qayting va kirish tugmasini bosing. Tizimga elektron raqamli imzo yoki login parol orqali kiring. Diqqat, login har doim sizning jeshir bo'ladi. Agar siz parolni unutgan bo'lsangiz, kirish bo'limidagi parolni unutdingizmi funksiyasidan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun jeshir kiriting va tasdiqlash kodini yuborish tugmasini bosing. Tizim avtomatik ravishda sizning telefoningizga parolni yuboradi. Shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng qo'shimcha ma'lumotlarni to'ldirish talab etiladi. Pasport ma'lumotlari, hudud, tuman shahar, manzil, elektron pochta. 4-qadam. Trader maqomini olish uchun siz birja faoliyati sohasidagi qonunchilik, birjaning ichki normativ hujjatlari bo'yicha tuzilgan test savollardan o'tishingiz zarur. Buning uchun shaxsiy kabinetda profil bo'limida testdan o'tish tugmasini bosing va onlayn test savollariga javob bering. Bunda tizim sizga 1 soat davomida 20 ta savoldan iborat savollarga javob berish imkoniyatini beradi. 12 ta test savollariga to'g'ri javob berilgan taqdirda, tizim sizga trader maqomini taqdim etadi va elektron sertifikatni shakllantiradi. Diqqat, testdan o'ta olmagan trader 24 soatdan keyin testni qayta topshirish huquqiga ega bo'ladi. Qayta topshirishlar soni cheklanmagan. birja ishonchli bitimlar maydoni.